Yurgen Gede ham bugungi kunda keyinliklar qoralagan chempionat, Ispaniya, Argentinalar bilan o'ynalgan chempionat. Baribir o'zining falsafasi bor, qarashlari bor. Germaniyadan kelgan odam hech bo'lmasa pressingga urishini qo'shadi. Gegen pressingga aylantirmasa ham pressingga qo'shadi. Va bosh murabbiy ham pressingni yoqtiradigan murabbiy. O'zi yoshlikka tajriba yordamga olib kelindi. O'zi o'sha Turonda bosh murabbiy bo'lib yurgan payti O'zbek Nagelsmann deb atalardi. Nagelsmann yosh murabbiy bo'lgan-ku. Keyin kompyuter bilan yuradigan murabbiylar. Planshet. Arteta Simon. Oltinga burkangan yigitlar chiqishdi va hozir kubokni boshi uzra ko'tarishadi. Xayrilla Bozorov shu yerda qolsalar ham bo'ladi. O'tgan gal ham shunaqa bo'lgan edi chempionlikda. O'zi inson tabiiy haqqi bor deydi odam. Haqqi bor holatda hozir katta Neftchi Super Kubok sohibi Farg'ona to tonggacha kuyli. Farg'ona tong otguncha bugun uxlamaslikka, bayramni nishonlashga haqqi bor. Bobur Arena mana ko'z o'ngimizda Bay Arenaga aylandi qo'ydi. Super Neftchiga aylandi. Superliga, Super Kubok, super mavsum starti va bugun super o'yin ko'rsatgan jamoa g'alabani bayram qilyapti. Ha, farg'onalik super muxlislarni ham ushbu ajoyib g'alaba bilan tabriklaymiz. Endi finalda ular to'g'risi Paxtakorni yutishdi. Bu tomoni ham bor. Yanada qadrini oshiradi. Kubokni xohlagancha ko'tarishlari mumkin. 3-4 martalab ko'tarib nishonlashga haqlari bor.